hayotda eng kuchli odam hech narsani yo'qotishdan qo'rqmaydigan odam. Hamma narsaga tayyor turadigan odam. Unaqa kuchli odam yo'q hayotda. Nimaga desa, kim bitta narsaga o'rganib qolsa, o'shani yo'qotishdan qo'rqish boshlaydi. Yo'qotgandan keyin yomon ahvolga tushadi. Sevgi muhabbatda ham, pulda ham, yaqin insonlaringizni ham, kim bo'lsa ham yo'qotishdan qo'rqish me'yori bilmaslik degan. Me'yordan o'tib ketib qolsa, qo'rqish boshlaysiz. Shuning uchun me'yori bilish kerak, yo'qotishdan qo'rqmaslik kerak. Munosabatlarda ham, er-xotinchilikda ham kim munosabatlarni kontrol qiladi desa, yo'qotishdan qo'rqmaydigan odam kontrol qiladi doim. Yo'qotishdan qo'rqadigan odam kontrol qilinadi, chunki u yo'qotishdan qo'rqadi. Yo'qotishdan qo'rqib, uni orqasida hamma narsaga rozi bo'ladi. Xoh u sevgi muhabbat bo'lsin, xoh do'stlik bo'lsin, xoh pul bo'lsin, boylik bo'lsin, uy-joy bo'lsin, mashina bo'lsin, kim bo'lsa ham bir kun yo'qotasan. Bu yerda nima demoqchimanman? Yo'qotishga tayyor tur. Baribir yo'qotasan. Bir kun ketadi, bir kun hammadan ajraydi. Ota bolasidan, ona bolasidan, bola ota-onasidan ajraydi. Bu aniq bu. O'shaning uchun hamma narsani yo'qotasan hayotda. Shunchaki aytmoqchi bo'lgan narsam, shunga tayyor tur. Oldindan yo'qotib qo'ysamchi degan narsa doim tursin. Shunda sen me'yor berilib ketmaysan o'sha narsa. Keyin yo'qotib qo'ysang, jazavaga tushib, yomon ahvolga tushib qolmaysan. Kontrol qilish kerak-da odam o'zini kontrol. Chunki odam inson endi u.